Assalomu alaykum. Qadrli vatandoshlar, qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar, sog' salomatmisizlar? Oldindan aytib qo'yaman, videoga like bosib, kanalda yangi bo'lsanglar, bitta plus tugmachasini bosib qo'yaveringlar. Obunachini sal ko'paytirib olaylik. Bu yangi kanal. O'rtoqlar, bugun 29-may, hammani bugungi juma ayyomi muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Vakansiya bo'yicha aytib o'taman. Polshada ishlash xohlovchi yurtdoshlarimiz faqat Yevropaga kelib bo'lgan, dokument qilmaymiz yoki dokumenti yo'q yurtdoshlarimiz ko'pchiligi borsak bo'ladimi, viza qilib chaqirasizlarmi degan yurtdoshlarimiz uchun viza qilib chaqirmaymiz. Faqat уже Yevropaga vizasini olib kelib bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun vakansiyalar bor. Armatura bukish stanogida seximizda 3-4 ta odamga ishimiz bor. 12 soatdan ish, kuniga 12 soatdan bo'ladi, haftada 6 kun ish bo'ladi. 27 zlot soatiga o'rtoqlar. Undan tashqari mebel ishlab chiqarish sexlarimizda ishlar bor. Skladlarda ishimiz bor. Qurilishlarda armatura, beton ishlari bor o'rtoqlar. Kelaverasizlar, manzil pastda yozib qoldiraman. Ofisimiz mana o'rtoqlar. Mana shu ko'pchilik adashadi kelgan paytda. Mana sentralniy yo'ldan yonimizda Mira kafesi bor, bu yoqda Astral bor. Hotel. O'rtadan kiriladi mana. O'rtadan ikkinchi etajga ko'tariladi. Chap tomonda ofis o'rtoqlar. Yana ko'pchilikning adashadigan joyi Aliya Krakowskiy deganda ko'pchilik Krakovga ketib qoladi xayollar. Krakov emas o'rtoqlar, Varshava, Aliya Krakowskiy 20A. Telefon raqamlar +48 bilan 780 505 555. Shu nomerlarga aloqaga chiqib, telefonlashib kelaverasiz. Agar bog'lana olmasangiz, mabodo boshqa davlatdan kelmoqchi bo'lsangiz, Varshava Zahodniy vokzalga avtobus bilan kelsanglar, eng tinch yo'li shu. Muammosiz kelasizlar. Latviya, Litva, Xorvatiya, Bolgariya, Ruminiya, yana qaysidir davlatdan kelmoqchi bo'lsanglar, Varshava Zahodniyga bilet olib, bu yog'i 5-6 kilometr ofisgacha masofa o'rtoqlar. Bemalol kelib, mana shu ikkinchi etajga chiqsanglar, yarim kechasi kelsalaring ham o'tirishga joyimiz bor. Juda bo'lmasa yonbosh to'shab yotishga ham divanlarimiz bor, yumshoqqina. Mabodoga tusha olmasangiz, bog'lana olmasangiz deb turibman. Hammani kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, kunlaring xayrli o'tsin.